Raspakovkani mujikchasi. Bitta kerak. Voh. Haqiqiy Simban tog'asi bo'ldi-yu. Haqiqiy Samjun degan ekan. Ashkishani yechishib. Oy. Chaqqon, Xudoga berk hisob shukr. Men o'zim xohlagandek. Zabardast mujik ekan. Bitta ko'ring-da. Qarang. Aka ko'ring. Uy. Dadil, xudo xolasa. Dadil. Quchoqlab maza qilyapman. Meni qo'ying. Menga. Uy. Xudoyimga berk hisob shukr. Qo'chqarcha ham qo'shildi sostavimizga. Mashalloh. O'zim shunaqa niyat qilib chiqdim. Qo'chqarcha olaman, shu bir shum bo'lsin, to'palanchi bo'lsin deb. Ha, zo'ra, kashtan. Quloqlari ham but-butun, xudo xolasa. Mashalloh. O'rdalar sotib, puliga mashina oldingda. Bosing. Voy! Bozordagi o'rda purushlik qilgan videoyimni ham bir kommentariy o'qib oldim. Shuncha obunachi auditoriyaga sotsangiz bo'lmaydimi degan. Aynan bu proyekt Instagram yurgizmayotgan yoki oddiy uyda yoki ferma qilib boqayotganlar uchun maxsus bo'lgan edi. Oldingiz, yetishtirdingiz, qaqa sotaman endi. Go'shga sotilmayotgan bo'lishingiz mumkin, Instagram sotilmayotgan bo'lishingiz mumkin. Bozorga olib chiqsangiz, otam bozor, enam bozor, to'g'ri, bozor ancha pastlab ketibdi, ancha o'ynayapti ekan. Lekin sotdik. Maqsad sotish edi. Pulini yengilroqqa berdik, oladiganlar kelib olib ketdi. Hammamizga, fermamizga baraka bersin Xudoyim. Salomat bo'linglar. Sizning ham fermangizga baraka bersin. Любой fermerda fermasiga kerak bo'ladigan narsa. Bekorga aytmadim, haqiqiy mehnat qilingan deb. Qarang, har bitta bo'luti katta mahkam bo'lutdan. Profilni ichiga bo'lut qatadigan bir rezba qoqishgan. Puxta bo'lganda ish. Gidroponikaga albatta освещение kerak bo'lar ekan. O'ylayapti bitta qo'y. Mana. Suv tushadigan joylarga alohida mehr berib qo'yishdi rostdan hamchi. Haqiqiy maqtaydigan narsa ekan. Suv keldi, tushdi, tagiga baqirdi qo'yib qo'ydingiz. Tamom. Biz bitirib oldik. Umumiy ko'rinishi bunaqadan 3 qator bo'ladi. Paddonlarda jami 30 ta bo'ladi, xudo xolasa. Juda ham katta, juda ham объемный. Nariga birinchi olib kelganimizdan ko'ra anchalar mustahkam, anchalar mukammal ishlangan ekan. Buni biz sotib oldik. Kerak bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu stilajdan nomerlarni qoldirib qo'yaman akalarda. Men bilan aloqaga chiqib, kerak bo'ladigan bo'lsa, narxini ham aytib o'taman. 3.200.000 so'm va 2.400.000 so'm. 2.400.000 so'mlik 20 taligi. Bu 30 taligi. Akalar yetkazib beradi. Planeta bo'yicha xudo xolasa. Salomat bo'linglar. Buni o'sishi protsesslarini keyingi videolarda ham qo'yib o'taman. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa. Gidroponikani yeyish haqida bitta informatsiya. Agar rolton deganda yeyapti, o'zi ham mazza qiladi. Hichnasa qolmaydi. Ishtaha bilan yeydi. Laboy paya chorvaga ham, parandaga ham tayyor yem ekanda. Yem qimmat u. Qarang, 1 kilo bug'doy, 1 kilo 200 dan soldim, 1 kilo 200 bug'doy, 3 kilo 600, ba'zilari 3 kilo 500 bo'ldi. Pishgandan keyin. Zo'rda, men 1 kiloga 3 kilo. Yeyishini ko'rsangizchi. Maza qilib yeyishadi. Ham vitamin. Tuxum tug'mayapti, kurk bo'lmayapti degan savollarga mana shu yechim bo'ladi, xudo xolasa. Chunki vitaminda bu g'ich vitamin ekan. Xo'sh. Kurklarimiz bo'yicha ham bitta informatsiya. Va qorong'iga mana yerda yotibdi. Mana yerda yotibdi. Mana endi joy qilyapti. Mana informatsiya. Yeyish haqida balki kimdir qiziqayotgan bo'lsa, mana xudo xolasa natijasi.